Assalomu alaykum. Sizlar bilan Stoknes jamoasi a'zosi Billy Wilder. Hop, biza sessioniylikimiz haqida qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Hop, bizada Aziya, Frankfurt, London, Nyu-York. Hop, bizada shu savdo sessiyalarini o'zida bizada stop losslar yig'iladi. High-low'larni o'zida asosiy stop losslar yig'iladi. Bizada Frankfurtda oxirgi paytda объем oshib ketyapti, volatilность ko'payib ketyapti. Hop, ko'radigan bo'lsak, Aziyani bir tomonlama highni, low'ni yechgandan keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, qisqa vaqt bo'ladi, 11 dan 12 oralig'ida bo'ladi. Nyu-York, London kirgan vaqt, Frankfurt high bilan low'ni ham yechish kerak bo'ladi. Chunki Frankfurtdagi stop losslar qolib ketgan bo'ladi. Bizada Aziyani stop losslar qolib ketayotgan bo'ladi. Aziyani ham London yechadi, asosiy harakatda yurib beradi. Hop, Nyu-Yorkka o'zini oladigan bo'lsak, o'zi sessionniy likvidность parallelni psixologiyasiga qarab turib har xil ko'rinishda bo'ladi. Sizlar o'zinglarni ishlagan paranglarni psixologiyasi bo'yicha sessiyani o'zida har xil shakllanish, har xil harakatlar bo'ladi. Hop, biz GP100 ni o'zida ko'rib chiqadigan bo'lsak, hop, Nyu-Yorkda asosiy harakat Londonda harakatini davom ettirishi mumkin, highni yana urib qo'yish shansi kattaroq bo'ladi. Hop, biza session likvidность bo'yicha yana boshqacha holatlarni ko'radigan bo'lsak, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bizada Aziya, Frankfurt Londonni highi bitta bo'lib qoldi. Highlari urilmadi. Haylar urilmadi. O'sha yerda bizada likvidностьlar qolib ketdi. Nyu-York kiradigan vaqtda asoslan bizada yengilliklar bo'ladi. Asosiy harakatlar bo'lish shansi katta, manipulyatsiya ko'p bo'lishi mumkin. Hop, ko'rayotgan bo'lsanglar, bizada Nyu-York kiradi, Londonni low'ini ham uradi. Haylar qolib ketgan bo'ladi. Haylarni ham Nyu-York yechib qo'yish shansi kattaroq. Hop, biz yana bitta holatni ko'radigan bo'lsak, bizada struktura bo'yicha ko'radigan bo'lsak, bizada boss bor, bizadagi supply zonadan oladigan bo'lsak, supply zonani o'zida sessionniy likvidность qolib ketgan bo'lsa, ko'p ehtimollar bilan bizadagi o'sha sessionniy likvidностьni narx yechadi. Nyu-York, London, Frankfurt, Aziya. O'sha narxi yechish shansi kattaroq bo'ladi. Bizadagi bu yerdagi struktura berishi ham fake bo'ladi. Narx impuls bilan sessionniy likvidностьlarni narx yechib qaytish shansi kattaroq. Hop, buni grafikda ko'rib chiqadigan bo'lsak, hop, juma kungi holatni ko'radigan bo'lsak, oxirgi holat, haftaning oxiridagi holat, biz ko'rayotgan bo'lsak, Aziya bilan Frankfurt to'lovi bitta bo'lib qoldi. Bizada narx rangeviy объем past bo'ldi, volatilность kam bo'lgan hisobiga keyin Nyu-York, London kirdi. Yana Aziya Frankfurtda highni yechib, narx yana korreksiyaga kirib qoldi. Keyin ko'rayotgan bo'lsanglar, Nyu-York kiryapti, Londonda ham highni yechyapti. Mana bu yerda bizda qolib ketgan Aziya, Frankfurt, Londonni low'ini narx yechyapti, manipulyatsiya qilyapti. Hop, yana bitta holatni ko'radigan bo'lsak, mana bizada Aziya, Frankfurt, Londonda high qolib ketdi. Ko'p ehtimollar bilan bizada bu yerda likvidность qolib ketdi. Bu yerda eco high bor. Frankfurt bilan Aziyani high bitta bo'lib qolgan. Narx keyingi kelishida bu joyi, bu supply deb oladigan bo'lsanglar, katta time frame supply bo'lib ko'rinadi. Supply deb oladigan bo'lsanglar, kelinglar 1 soatga o'tamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yoqda supply zona bor. Mana ko'p ehtimollar bilan bu yerda o'zida narx yechib qo'yish shansi katta. Bu yerda chunki Aziya, Frankfurt, Londonni highlari bor. Sessionniy likvidность bo'lib qolgan. Hop, bizda yana bitta holatni ko'rib chiqadigan bo'lsak, men o'zim pozitsiya olganman.
Hop, bu yerda bizada ASEAN lovi bor. ASEAN lovini o'zida bizada likvidностьlar shakllangan. London Frankfurt kiryapti. Frankfurt kiryaptida impulsli narx o'sib ketyapti. Narx korreksiya qilyaptida. London kirgan vaqt Frankfurt highni yechib turib, narx tashlashni boshlayapti. Bizada bu yerda formatsiya beryapti, narx kelyapti. London Aziyani lovini uryapti, Frankfurtni lovini uryapti. Mana shu holatlarda bizada London asosiy likvidностьlarni yechib olishi, Frankfurt bilan Aziyani high low'ini yechib olgandan keyin eng yaxshi kirish nuqtasi bizada London sessiyasi hisoblanadi. Narx Nyu-York kirib, dalshi narx по тренду harakatlanyapti. Bu bizada sessiyalar bo'yicha har xil harakatlar bo'ladi. Sessiyalar param psixologiyasiga qarab turib o'zgaradi. Bizadagi qaysi nuqtada bo'lishiga ham qarab turib narx o'zgaradi. Mana bizada Aziya Frankfurt high qolib ketgan. London kiryapti, Aziyani Frankfurtda low'ini uryapti, Frankfurt highni uryapti, Aziyani highni qoldirib ketyapti. Narx dash impulsni tashlab turib, yana davlatni qaydib, Aziyani highni uryapti. Ikki tomonlama Aziya ko'p holatlarda ikki tomonlama narx yechiladi. Bizada impulsli narx bir tomonlama tushib ketishida o'shanda bizada sessioniy qolib ketadi. Aziya, Frankfurt, London. O'sha vaqtda London, Aziya, Frankfurtda ham narx yecha olmaydi. Hop, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Stoknes bilan birga bo'linglar.